2025-yilda Dushovoy narxlari nech pul bo'lyapti degan aka-uka opa-singillarimizga eng optim joyga yetib kelganmiz. 100 xildan ortiq assortimentlari bor. Yaxshi tomonlari ishonchli va sifatli bo'ladi. Hech qanaqa hitlari kelib qolmaydi. Hamma tomonlama akamiz o'zlaridan ma'lumotlar olib o'tamiz. Narxlari nech pul bo'lyapti, dastlabkilar va qanaqa yangiliklar keldi, bir boshdan aytib o'tamiz. Hamma ham hammom qurgani sharoiti bo'lmaydi. Bir 3000, 4000, 5000 dollar sarflab hammom qurgandan ko'ra, undan tayyor Dushovoyda olib, o'rnatib, sirasi eshitib bitirgan yaxshi. Bir boshdan endi o'zim sizlarga ma'lumotlarni akamiz bilan berib o'tamiz. Assortimentlar ko'p, do'konlar rosa ham kengayibdi. O'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum, Semiz aka. Charchamayapsizmi aka? Ko'z tegmasin aka. Har xil olib kelib qo'yibsiz, assortimentlar ham. Assortiment seroq. Aha, YouTube'da ham o'zi sizni ko'pchilik do'koningizni tanib bo'ldi. Prosmotorlar, blogerlarga ko'p video chiqartirdiz, ishonch tomonlama xalqimiz o'zi bemalol ishonib bo'ldi. Xo'p, aka, hozir kunda eng arzonlaridan boshlayveramizmi aka? Eng arzon. Qaysi tomondan boshlaymiz aka? Qaysi tomondan boshlaymiz? Bo'ldi, o'ng qo'ldan boshlayveraylik, bo'lmasam? 80 ga 80. Aha. Raspberry kichkinasi deganlarga. Ichidan bitta ochib ko'rsatib bersak yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana. Ikki tomonlama. Aha. Paddomi kichikroq ekan-a? Paddomi kichikroq, Raspberry kichkina bo'lib qolgan yerlarga. Ha, demak, kattalar ham, yosh kattalar ham bemalol chiqaveradi, qiynalmaydi. Xo'p, buni nech pul qilib beramiz aka? 3.600.000 mingdan beramiz. Narxlari zo'r ekanda, xudo xolasa. Xo'p, dastlabkilarimiz qanaqa bo'lar ekan endi? Dastlabkamiz shahar ichi bepul. Shahar ichi bepul. Ha, viloyatlarga kelishilgan holatlarda beramiz. Kelishgan holda. Buni hamma elektrik o'rnataveradi, buni. Hamma santexnika o'rnatish. Santexnika o'rnatishaveradi. O'rnatishi muammo emas oldingizda. Ha, demak o'rnataveradi, o'zi bilgan ustalarimiz o'rnatishaveradi. Xo'p, bu navbatdagichi endi aka? Bu ham Rossiya mahsuloti, ikkita tomondan sepadi. Aha. 3.800.000 so'm bunisi. Mexanizmlari ham yaxshisidan, xudo xolasa. Xo'p, aka, hidi chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Hidi chiqmasligi uchun mana narsani bizda обратный klapan deydi. Nima dushovoy kabinani o'zida ko'pchilikda bizda kanalizatsiya yerlar bor. Avraz qo'yishadi, chuqur kavlaganning hisobiga. Mana dushovoy kabinamizda hammasida обратный klapan bor. Bo'ladi. Hech qanaqa hid chiqarmaydigan holat bo'ladi sifonlarda. Zo'r. Xo'p, bu tomondagichi aka bu? Uni 1.5 million so'm, rangli deb qiziqadigan. Rangli, ajoyib svetnoy. Hozir shu mehroblarga, uyda chekkalariga udobni o'rnashib ketyapti aka, porядкali bo'lib. Bizda ko'pchilik uyda ichiga o'rnatishlik mos bo'lib qoldi. Moda bo'lib qoldi, chiroyli bo'lib qoldi. Keyin hamma adashmasam, qishda ham, yozda ham nima bo'lmasa kerak. Issiq temperaturasida bir xilda turadigan. Bir xilda isitishda hojati yo'q, o'tin yo'q, undan narsa yo'q. Suvni o'zini hisobiga bir pas isiydi. Qalyonli ayni bo'ladi. Tagiga stiklovanni vanna bo'ladi. Shuni hisobiga bir xil temperaturada turadi. Aristonda bitta kichikroqni o'rnatib olsa, bemalol ulgutib beraveradi. Xo'p, bu navbatdagilarichi aka? Katta razmer deganlariga bu birga bir. 4.5 million so'm unisi. Endi chiqqanlariga podpishilaringizga berilaveradi. Bu ham ajoyib chiroyli svet ekan aka, bu ham yangilik. Rangli deganlarga. Rangli. Rangida pul o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Unaqa darajada emas. Ozmoz bo'lishi mumkin. Xo'p, bunisi aka, qora ajoyib skromniy ekan. Bunisi 2.900.000 so'm. Arzonroq deganlar. Arzonroq deganlarga. Xo'p, endi mana bu tomondagilarni ham bir funksiyalarni ham aytib o'tsangiz aka. 3 ta funksiyalilarimiz bor. 3 ta funksiyali 1.200.000 dan belgi sepadigani, o'tiradigan joyi, svet, kolonka, ventilyatsiya. Ha, kolonkalarigacha bor. Radiator hisobiga. Zo'r ekan. Xo'p, oyoqlari ham xudo xolasa pishiq holatda temir bo'lar ekan. Bemalol 200 kiloga ko'taradi. Bir bo'lsa joy ham ligirovka bo'ladi, joyiga qarab, past balandlik. 7 santimetrga ligirovka qilsa bo'ladi. Gilamlar ustiga, moslashuvadi. Pol ustiga bemalol tushadi. Zo'r. Xo'p, bu qatorlarimiz endi. Bu qatorlarimiz mana shu kengroq deganlarga, bunisi 1.20 ga 1.20 nariginasi. Mana shu lyuks kattaroq deganlar. Ha, bu lyuks ekan, eng fuli. Eng kattarog'i. Eng kattasi. Bunda qanaqa funksiyalarimiz bor aka? Hamma funksiyasi bor. Damafon desa damafon, jo'mray desa jo'mray. Massaji, bel massaji, oyoqniki. Keyin bu anchagina keng ekan, razmeri katta ekan. 1.20 ga 1.20. Zo'r. Buni nech pul dedi aka? Bu 8 million. Zo'r ekan narxlari ham. Hop, bu tomonda xuddi mashina 1.20 ga 80 ni. Mana oynaklarigacha bor ekan bunisi. Ikkitadan oynaklari ham bor ekan. Zo'r.
Hop, bu tomondagilarimiz-chi aka? Bu ham lyuks hisobida aynali. O'tira buni yosh kattalarga bo'lsa, Aha. udobniyroq. Ushab turgani, turgani bor. o'rindiqlari o'tirib dush qabul qilgani yosh kattalarga juda ham udobniy ekan. Zo'r. Hop, mana bu tomonlarda ichkarimizda ombor, skeletimiz hattan korobkalarda chiqib tiklanadi chiroyli holatda. Hop, bu qatorlarimiz nech puldan boshlanadi? Bularimiz mana shu 4 million 100 haligi ko'rinmas ayni deganlarga. Ko'rinmasin deganlarga. Alohida jo'mrak qo'yilganlar. Aha. Ortiqchalik radio kalonkasi shart emas Deganlarga pasonlar zo'r. Hop, bu tomonlarda o'sha yana bor assortimentlarimiz. Ba'da to'rtburchak holat ekan aka. To'rtburchak holat. Aha. Bularimiz narxlari qanaqa bo'ladi? 9 milliondan. 9 Ularni ham narxini tushirib qo'yganmiz. Oldin 10 million, 11 million atrofida sotiladi. Aha, narxlari tushgan skidkada. Hozir tushib ketdi. Anchagina bonus qilib qo'yilgan, ichida massajlari, o'rindiqlari, beldan suv beradigan hamma yo'llari bor ekan. Hop, bu ikkosi ham narxi bir xilmi? Narxi bir xil, rangida farqi yo'q. Zo'r, bu tomonlarimizda ham. Hop, bunisi ham kattaroq ekan-a? Bu 1.10lik. 1.10lik. Aha. Zo'r. Hop, bu qizilchi aka? Qizilimiz 4.5 million. Bu mana yumaloq ekan aka, joyida o'rtaga moslashgan, haligi meniki burchakda emas, o'rtaga kelib qoluvdi deganlarga cho'radi. Standartniy razmer. Aha, zo'r. Mana do'stlar, bu tomonlarimizda ham bor. Hop, bundan tashqari akalarimizda dushovoydan tashqari bandalarda eng zo'rlari, poddomlarda eng zo'rlari optim narxlarda qilib berishadi. Hop, aka, bularni bir oshni aytib beramizmi? Bandalarimiz razmeriga qarab, sifatiga qarab o'zgaraveradi. Akriloviy bor. Aha. Keyin Farg'ona o'zimizni ishlab chiqargan bandalar. Nech puldan boshlanadi? Eng arzonimiz 750 mingdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Hop, bu xudo xolasa sarg'ayib ketmaydi-yana aka? Yo'q, mana shu holatda atay biz xana qilmaganmiz. Aha. Sarg'aymasligiga, Quyoshda, yomg'ir, qorda hech narsa bo'lmasligi uchun mana shu tashqariga qo'yganmiz. Tashqariga qo'yilgan. Pishiq tomonlama mana ko'rsalaring bo'ladi, profillar baquvvat oyoqlari. Bandalarimiz asinkoviy materialda. Bu tomonlarga ham, bu ham tomonlama olib sotaman deganlarga ham qilib beraverasiz-a? Donaga ham, optimga ham kelishilaveradi. Donaga ham, optimga ham bo'ladi. Optimga jicha arzonroq qilib beradilar. Xo'p, bu tomonda yana qo'shimcha yana bitta bo'lim bo'lyapti, yana bitta magazin, yana dushovoylar teriladi. Bunda ham dushovoylarimiz seroq, tovarlarimiz kelgan, sekin bolalar bir chekadan terib borishyapti. Ha, demak bir boshdan terilyapti. Bu aksiya bo'yicha ketyapti. Qaysinasi? Mana shular hammasi aksiya. Aha. Endi Neudovstoga uzr so'raymiz. Aha. Xo'p, 90 ga 90 lyuks variant so'raganlarga 4,5 million so'mga Farg'ona vodiysi bo'yicha dastlabkasi ichida. Qilib beriladi. O'zi nech pul sotilgan bular? 5 million 200 mingdan. Ancha narxida o'tib beryapsiz ekanda aksiyada. Mana bu tomondagilar ham terilgan. Endi lyuks variantini arzon deb so'raganlarga. Aha. 5 ta pozitsiyali, aynik 5 yilga hamma yo'q, 90 ga 90, 4 million 900 ming so'm. Qilib berilaveradi. Beriladi. Biriga biri bor. 5 million 300 ming so'm biriga biri chiqadi. Zo'r. Xudo xolasa batda ham nasib bo'lsa keyingi videoda bitta chiqaramiz. Kattagina joy, showroom ko'p bo'ladi, dushovoylar, assortiment. Xolasalaring kelib olib kelsalaring bo'ladi, bo'lmasam kelmasdan turib onlayn xarid qilsalaring bo'ladi. Kartaga to'lov qilasiz, qolganini borganingizda bersangiz ham bo'laveradi. Chiroyli qilib fason dizaynlarni tanlasangiz, narxini kelishsalaring, akalarimiz yetkazib beriladi. Dastlabkilar kelishgan holda imkon qadar qilib beriladi. Ustalari bo'lsa, ustalari ham bir yo'l ustanovkasini ham qilib berishadi. Aka, keluvchilarga bitta manzilimizni aytib beraylik. Manzilimiz bu tomondan Jahon bozor tomonidan kelarish. Aha. Ko'pchilik Jahon bozorni biladi. Bunisi mo'ljal mana Hasanboyotda gilamlari 9 etaj binoda ko'chasi. Aha. Kelishaveradi shu tomon. Kelishaveradi. Lokatsiyalarni tashlab beriladi. Ish vaqti qaysi kundan qaysi kungacha? Har kuni ishlaydi. 9 dan hozirgi yozgi kunida uzoqroq 7 ga davom. Aha, xudo xolasa. Nomerlar qoldiramiz, kelib xarid qilib bemalol kelsalaring bo'lar. Ravshan Medon nimsalang yana ham narxlardan tushib berishadi.